Kalsonu pəsləndirib yapışdırış usulunu öyrətəm sizə. Adres Malbazar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natoja Patolog YouTube kanali obunachilar, sizlar bilan görüşdürgandan bag'ayatda xursandman. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan bugun Malbazardamiz. Intizor kecha uyni sifri yo'q, mana kechirasizlar. Hurmatli obunachilar, bugun bizani beda 1 emas, 2 emas, 3 sena chot yechib chiroyli patologga kuttiribdi. Sizlarni boshqa ish jarayonlari bilan tanishtirib azaman, keyin esa rezultatini ko'rsatib quvontiraman. Hurmatli obunachilar, qani ketdik. Kim bu? Shiftingiz siz haqingizda nima deydi? Shiftingiz eskirgan bo'lsa, u siz haqingizda yomon taassurot uyg'otishi mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingizga nafislik bag'ishlaydi. Juda tez, juda aniq. Endilikda shiftingiz siz haqingizdan sizning didingiz haqida gapiradi. Endi sizga mehmonlar havas bilan qaraydi. Ha, aytgancha 1-martdan 31-martga qadar 50% gacha chegirmali aksiya e'lon qiladi. To'liq ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingiz uchun ideal yechim. Merhaba. Muxlislaringiz uchun bir og'iz gap aytib bering. Hə? Muxlislaringiz uchun bir og'iz gap aytib bering. Ofis. Kalsonu pəsləndirib yapışdırış usulunu öyrətəm sizə. Va nihoyat rezultat. Bizani birinchi natijamiz, birinchi patologimizdan 3 patologdan birinchisi bu. Muramir patolog, Sezarning yozuvlari mavjud. Garantadon amasiyasi yozib berilgan. Illyustratsiyalarni ham ko'rib turganlaringiz chotga deb qisib berganmiz. Undan tashqari millat atmin chotga deb ledlarni ham qisib berganmiz. Ledning kuchini o'zlaringiz baho berishingiz mumkin. Kameralarim lipillatib yotdi. Bu ikkinchisi shunchaki illyustratsiya uchun lampochkani tekshirib turibman. Xo'p, obunachilar ko'pchilik o'ylaydi, led nechun kerak, yarkisi yo'q-ku, pastku yaktalikda bo'ladi. O'z aslida led shunchaki kechki payt yaxshi yarki beradi, lekin sal lampochkadan pastroq beradi. Uni sababi past yarkida xonani vidlaroq ko'rsatish maqsadida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, uni vazifasi kuchli yarki berish emas, shunchaki yakkanani o'zlari olaveradi. Bu esa bizning ikkinchi patologimiz. Ikkinchi patologimizdan hurmatli obunachilar, Sezardan yozuvlari mavjud. Natija umuman boshqacha, приятный narsa. Kosmik etib, chotga etib tanlagan ekan egasi, молодец. LED lampalari bilan, yana har qanday lampalari bilan chotga deb qo'yib berganmiz. Hurmatli obunachilar, o'zlaringiz ish sifatimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu patologdan garantiya kafolat qog'ozlarini yozma ravishda taqdim etganmiz. Hurmatli obunachilar, bu bizning ikkinchi patologimiz edi. Hozir sizlar bilan 3-patologni ko'rib o'tamiz. Bang! Bu bizani 3-patologimiz, hurmatli obunachilar. 3-patologimizdan chotki kosmosni tasvirlangan dim dahshatchilikdan yoqdi. 2 xil kosmos ham ina oddiy LED lampani o'zini yonishi illyustratsiyalarni ko'rib chot yetib berib ko'pmiz. Imbasa ledni o'zini yonishi. Ikkisini farqini ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Led bilan yulduzlar top yarki bo'lib yonib turgandek bo'lib ko'rinib turibdi, hurmatli obunachilar.
Natijada umuman gap yo'q. Bu natijada ham sizlar degan so'zlar mavjud. Ko'rganlaringizning garantiya olin hamma o'zlarini yozib chatga aytib berganmiz, hurmatli obunachilar. Natijada potolimizning narxlarini 1dan 31 martdan bo'lgan davrda, ya'ni Ramazon oyida, Ramazon aksiyasida 50% skidka bilan ishlab turibmiz. Hurmatli obunachilar, bemalol pastdagi reklama orqali bizga murojaat etib, aksiyamizdan foydalanishingiz mumkin.